Hello YouTube ahli, sizlar bilan har doimgidek yana men o'sha Asmir Qoshimjonov do'stlar. Bugungi video darsimizda biz sizlar bilan qanday qilib fayllarning hajmini kichraytirish va fayllarni qanday qilib ziplar, ya'ni arxivlashni bugun biz sizlar bilan o'rganamiz do'stlar. Agar tayyor bo'lsanglar videoga birdan like va obuna bosib qo'yinglar. Men esa videoni boshladim. Xo'p do'stlar, bizda birinchi o'rinda misol mana dasturxonga bizda bitta papka bor, fayl. Biz bu faylni mana shunday olguncha do'stimizga misol Telegram orqali tashlamoqchimiz. Buni shundayligicha tasha olmaymiz. Mana for example kirib ko'rsam, mana jo'natishni bosamiz do'stimizga va mana bitta ustiga bossak, ichidagi narsaga kirib ketadi. Ichida ko'p narsa bo'lishi mumkin. Mana masalan, mana bo'lsa ichiga kirsangiz yana boshqa narsa chiqib ketadi. Shuni bittadan mashina o'zini jo'natish uchun ichiga bossangiz, tak. Buning uchun biz avval arxivni, mana faylni arxiv qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ustiga olib kelib 10 tugmani bosgan holatda добавить va arxiv, ya'ni bu nima degani desanglar. Hop, WinRAR degan dastur bor. Buni albatta mana Google ga kirgan holatda WinRAR download deb yozib yuklab olsanglar bo'ladi. Mana WinRAR degan naqa chiqadi. Shuni yuklab o'rnatib olsanglar, WinRAR bu o'sha arxivlar bilan ishlovchi, ya'ni arxiv ochuvchi dastur hisoblanadi. Arxivlar bilan ishlovchi dasturda esa bizga juda kerak bo'ladi. Albatta har bir kompyuterlar uchun ishlovchi dastur juda kerak. Lekin mana bunday qilsa ham bo'ladi, WinRARsiz, lekin ochish bilan bo'ladi. Mana ustiga tugmani bosgan holatda отправить olib kelsa, mana sijat zip papka turib, ustiga bir marta bossanglar, albatta mana buni ham zip qilishni boshladi. Bizga bu hozircha kerak emas va mana hozir WinRAR orqali qilamiz. So'ng 10 tugmasini bosamiz, faylga добавить va arxivni bosamiz. Va bu yerda bizga ikki xil joy chiqadi, RAR, zip. Bular RAR bilan chiqib ko'ramiz. RARda bizga zip qoladi. Hozir bo'lyapti. Mana pastda 28%. Nu kutamiz do'stlar, hozir bu ziplab bo'ladi. 100. Va mana do'stlar bo'ldi. Endi buni qanday qilamiz desanglar, hozir avval ko'raylik, rasmni solishtirib ko'ramiz. Mana solishtiramiz. Birinchisiga kirsanglar, annotator bosamiz. Mana 69.8 megabayt. O'zini hajmi bo'lsa 68.1 megabayt. Nimaga desanglar, o'zi bu 4-5 barobar kichrayadi. Nimaga desanglar, buni ichida men xolos video qilib qo'yganman. Buni ichida Word fayllar bo'lishi mumkin, har xil fayllar bo'lsa 4-5 barobarga hajmini kichraytirib yuboradi do'stlar, rasmlar, boshqa narsalar bo'lsa. Endi qaranglar, misol mana do'stimizga bu tashlamoqchimiz, Telegram kiramiz va jo'natishni bosgan holatda mana shu RAR maqani bemalol jo'natsak bo'ladi do'stlar. Mana RAR ketadi, bitta yuborishni bosib qo'yamiz va mana shunday ketaveradi bu. Keyin alohida ajralib qolmaydi, lekin do'stingiz bilan misol fasal qiling, yuklab olgandan keyin do'stingiz bilan yuklab olgandan keyin ustiga 2 marta bosadi yoki ichiga kiradi. Mana RAR formatda bo'ladi. Videosini shunday bu yoqqa tortadi-da, qo'yib yuboradi. Va mana shu videos papkasi, mana bosamiz, o'sha mana videos papkasi RARdan bu yoqqa o'tib qoldi, ko'rdinglar, ko'rgan bo'lsanglar. Hop, yokida mana boshqacha usulda ham izbechil qilsa bo'ladi. Buni esa qanday qilib biz izbechil qilishni o'rganamiz. Masalan, izbechilni bosamizda va 12 tugmasini bir marta bossanglar, mana shunda to'radida videos mana bu yerga tushib qoladi do'stlar. Va Win yoki RAR zip formatlarini mana shunday qilib o'tkazsak bo'ladi do'stlar.